Agar oshxonangizda bu texnika bo'lmasa, demak sizni tez kasal bo'lib qolish ehtimolingiz bor. Bu qanday texnika deb o'ylayapsizmi? Diqqat, bu dud bo'ron. Qiziq, bu mening sog'lig'im va texnikaning o'rtasida qanday bog'liqlik bor deb o'ylab qoldingiz, shundaymi? Hozir tushuntiraman. Tasavvur qiling. Gaz plitasi turib ovqat pishiryapsiz. Qozondan tarqalayotgan bug' va is bir pasda butun oshxonani to'ldirib yubordi. Shunda tabiiyki siz xonani shamollattirish uchun deraza va eshikni ochib qo'yasiz. Natijada esayotgan shamol terlab turgan belingizga, boshingizga va boshqa nozik umurtqalaringizga ta'sir qiladi. Qish bo'lsin yoki yozmi, natijasi bir xil. Bunday holat bo'lmasligi uchun beradigan birinchi maslahatimiz sifatli dud bo'ronni xarid qilib oling va bu texnikani qanday to'g'ri parvarishlash va ishlatilishi haqida endi gaplashib olamiz. Oshxonadagi dud bo'ron nega avvalgidek yaxshi tortmay qo'yadi? Qizig'i shundaki, ko'pchilik bu holatni motor bilan bog'laydi. Motor kuchsizlanib qolibdi, dud bo'ron eskirib qolibdi. Lekin aksariyat hollarda sabab ancha oddiy bo'ladi. Masalan, dud bo'ron ishlayapti, tovush ham chiqaryapti, lekin bug' va hid avvalgidek yaxshi tortilib ketmayapti. Buning eng ko'p uchraydigan sabablardan biri filtrlarning ifloslanishi. Ovqat pishirish jarayonida havodagi yog' zarrachalari filtrlarda yig'ilib boradi. Shuning uchun filtrlarni vaqti bilan tozalash dud bo'ron uchun juda muhim hisoblanadi. Yana bir holat, dud bo'ron ishlayapti, lekin oshxonadagi hid uzoq vaqt saqlanib qolyapti. Nega? Ba'zan muammo dudni chiqarish quvurida bo'ladi. Agar quvur ichida chang yoki yog' qatlami yig'ilsa, havo erkin chiqib keta olmaydi. Shuning uchun nafaqat filtrlar, balki havo chiqarish yo'llarini ham tekshirib turish foydali. Ko'pchilik yana bir xatoga yo'l qo'yadi. Ovqat pisha boshlagandan keyin dud bo'ronni yoqadi. Aslida esa uni bir necha daqiqa oldinroq yoqish mumkin. Bu havo aylanishini ertaroq boshlashga yordam beradi. Natija ham ancha yaxshi bo'ladi. Keling, eng ko'p uchraydigan yana bir xatolar haqida gaplashamiz. Ayrim odamlar dud bo'ronni faqat bayramlarda yoki katta ovqat tayyorlaganda ishlatadi. Kundalik qovurishlarda esa umuman yoqmaydi. Bu nimalarga olib keladi? Bug' va yog' zarralari oshxona mebellarida yig'ilib boradi va vaholanki dud bo'ronning vazifasi aynan shu holatlarni kamaytirishdan iborat. Yana bir muhim maslahat, agar dud bo'ron umuman yoqilmay qo'ysa, darrov jiddiy nosozlik haqida o'ylash shart emas. Avval elektr manbasini tekshiring, vilkani tekshiring, razvedkani tekshiring, chunki ba'zan muammo texnikaning o'zida emas, elektr ta'minotida bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, dud bo'ronlarning aksariyat muammolari motor emas, parvarish bilan bog'liq bo'ladi. Filtrlarni tozalash, havo chiqarish, quvurlarni tekshirish va texnikani muntazam ishlatib turish. Mana shu oddiy qoidalar dud bo'ronni uzoq yillik samarali xizmat qilishiga yordam beradi. Ideal dud bo'ronlari oshxonada toza havo va qulay muhit yaratish uchun ishonchli yordamchi. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.